Salom, osmon sehrini his qilayotganlar. Bugun yulduzlar sizga bir sir aytmoqchi. Har bir burjning energiyasi o'ziga xos va har bir daqiqa muhimdir. Qani, yurak bilan tinglaymizmi? Bashoratlar olamiga xush kelibsiz. Keling, yulduzlar sizga nima deydi? Birgalikda bilib olaylik. Qo'y burji vakillari. Bugun qo'ylar uchun o'zgarishlar va keskin qarorlar kunidir. Sizni kuchli energiya bosib o'tadi. Shuning uchun kechiktirilgan ishlarni amalga oshirish va hayotingizda burilish qilishga tayyor bo'ling. Dangasa tushdan keyin yoki oqshomni dam olishga bag'ishlash rejasi o'zgartirilishi kerak. Sevgi sohasida hissiyotlar tarang. Siz vaziyatni o'zgartirishni xohlaysiz, lekin juftingiz bunga tayyor bo'lmasligi mumkin. Munosabatlarda diplomatiya va mulohaza muhim bo'ladi. Aks holda kichik inqirozlar yuz berishi mumkin. Bo'ydoqlar esa yangi tanishuvlar va qisqa muddatli zavqlarni boshqarishga e'tibor berishlari lozim. Ishda siz mustaqillikni kuchaytirishga intilasiz, ammo yangi imkoniyatlar har doim ham foydali bo'lmasligi mumkin. Moliyaviy jihatdan shoshilinch xarid yoki xavfli sarmoyalardan saqlaning. Bugun chuqur nafas oling, qarorlarni kechiktiring va energiyangizni boshqarishga harakat qiling. Shu bilan kuningiz samarali va muvaffaqiyatli o'tadi. Buzoq burji vakillari. 10-noyabr siz uchun quvonch va yangi imkoniyatlar kuni bo'ladi. Ishda siz qat'iyat bilan harakat qilasiz va yangi loyihalarga kirishishga tayyorsiz. Bu esa boshliqlaringiz e'tiborini tortadi. Sayyoralar ta'siri sizni professionallikda samarali qiladi, ammo shoshilishdan saqlaning. Sevgi sohasida siz juftingiz bilan sokin daqiqalarni baham ko'rasiz. Munosabatlaringizni mustahkamlashga intilasiz. Yolg'iz buzoqlar esa tanishuvga ochiq bo'lishadi, lekin ularning davomiyligini vaqt hal qiladi. Moliyaviy jihatdan budjetni mohirona boshqarishingiz va ehtiyotkorlik bilan qaror qabul qilishingiz lozim. Sog'lig'ingizni yangi mevalar bilan mustahkamlash va kichik narsalardan zavqlanish kuningizni yanada samarali qiladi. Bugun energiyangizni to'g'ri boshqaring. Chuqur nafas oling va qarorlaringizni ongli ravishda qabul qiling. Shu bilan kuningiz muvaffaqiyatli va baxtli o'tadi. Egizak burji vakillari. Bugun sizni sinovli, ammo o'sish imkoniyatlariga boy kun kutmoqda. Hissiy va ishdagi kelishmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin, ammo sizning qobiliyatingiz kuchli. Shuning uchun har bir vaziyatdan chiqish yo'lini topasiz. Sevgi sohasida osmon tinch emas. Janjallar, tushunmovchiliklar, shubhalar paydo bo'lishi mumkin. Agar juftingiz bilan murosa qilsangiz, kun oxirida iliq muloqot qaytadi. Yolg'izlar esa yangi tanishuvlarga ochiq, lekin o'zini haddan tashqari majburlashdan saqlaning. Ishda sizdan qat'iyat va intizom talab etiladi. Bahonalar emas, natija muhim. Moliyada esa sabrli bo'ling. Bugun sarmoya uchun qulay kun emas. Bugun sizga osmonning eng muhim sabog'i shuki, tinchlikni ichingizdan izlang. Har bir to'siq sizni yanada kuchliroq qiladi. Qisqichbaqa burji vakillari. Bugun sizni his-tuyg'ular bilan to'la kun kutmoqda. Ertalabdan kayfiyatingiz o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Kimdir sizni ranjitadi, lekin kechga borib hammasi joyiga tushadi. Ishda sizga yangi topshiriq yoki taklif tushishi mumkin. U dastlab qiyin tuyuladi, ammo aynan shu narsa kelajakdagi muvaffaqiyatga yo'l ochadi. Sevgi hayotida esa iliq suhbat va yarashuv vaqti keldi. Agar yaqinda janjallashgan bo'lsangiz, bugun kechirim so'rash uchun eng qulay kun. Yolg'iz qisqichbaqalar uchun esa kutilmagan tanishuv. Bu hatto ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsa ham yuragini junbushga keltiradi. Moliyada kichik foyda yoki sovg'a kutilmoqda. Ota-onangiz bilan suhbat iliq bo'ladi. Sizga kuch bag'ishlaydi. Bugun shoshilmang, yuragingizga quloq soling. Aynan u sizni to'g'ri yo'lga boshlaydi.
Arslon burchi vakillari, bugun sizda ichki uyg'onish davri boshlanadi. Oila va do'stlaringiz qo'llab-quvvatlov sizga yangi ishonch bag'ishlaydi. Ishda siz yetakchilikni qo'lga kiritasiz, lekin ba'zi ish tartiblarini yangilashga to'g'ri keladi. Uy yoki turar joy bilan bog'liq masalalarda foydali o'zgarishlar qilish vaqtidir. Yaqinlaringiz bilan iliqlikni tiklash, eski xotiralarni qayta his etish sizga kuch beradi. Ammo sevgida sinovlar bor. Uzoq munosabatda bo'lganlar o'zaro sovuqlikni sezishlari mumkin. Yolg'izlar esa hayotni o'zgartiruvchi yangi tanishuvlarga duch kelishlari mumkin. Hissiy to'siqlarni yengish uchun samimiyat zarur. Moliyaviy tomondan esa hushyorlik shart. Bugun yo'qotish yoki o'g'irlik xavfi mavjud. Sarmoya kiritmang. Bu kun sizni o'zingizning eng chuqur qo'rquvlaringiz bilan yuzlashtiradi, lekin aynan shu holat sizni mustahkamlaydi. Parizod burchi vakillari, bugun sizni o'zgarishlarga undovchi kuchli energiya o'rab oladi. Ichingizda yangi hayotiy ishtiyoq uyg'onadi va siz orqaga emas, faqat oldinga qarab harakat qilasiz. Ishda so'zlaringiz ta'sirli, g'oyalaringiz esa ishonch uyg'otadi. Sizni tinglashadi, sizga ergashadi. Yangi loyihani ilgari surish yoki professional yo'nalishni o'zgartirish uchun ajoyib payt. Moliyaviy jihatdan foydali imkoniyat paydo bo'ladi, lekin ehtiyotkorlik zarur. Ortiqcha isrofdan saqlaning. Sevgida esa hissiyotlar jo'shqin, juftliklarda yangilik istagi kuchayadi. Yolg'izlar esa taqdiriy uchrashuvga yaqin. Bugun o'zingizni erkin ifoda etishdan tortinmang. Bu sizni yanada jozibador qiladi. O'tmishni ortda qoldirib, yangicha hayotga qadam tashlang. O'zingizni kuchingizga ishoning, chunki bugun sizni hech narsa to'xtata olmaydi. Harakat, ishonch va ijobiy fikr sizning eng katta qudratingizdir. Tarozi burchi vakillari, bugun muvozanatni topish va ichki tinchlikka erishish siz uchun muhim bo'ladi. Bolalar bilan vaqt o'tkazish sizni tasalli bilan to'ldiradi. Nafaqat o'zingizning, balki boshqalarning farzandlari bilan bo'lgan aloqalar ham ruhingizni yengillashtiradi. Uzoq qarindoshdan kutilmagan xabar kelishi mumkin. Bu butun oilani hayajonga soladi. Moliyaviy holat barqaror, lekin yangi shartnomalarda ehtiyot bo'ling. Shoshilinch qarorlar ortiqcha xavf tug'diradi. Ijtimoiy aloqalar faollashadi. Eski do'stlar bilan muloqot qiziqarli bo'ladi. Ishdagi muammolar yoki ofis siyosati bugun sizga ta'sir qilmaydi. Siz vaziyatni nazorat qilasiz. Kundalik hayotdagi kichik quvonchlar va yutuqlar sizni ruhlantiradi. Bugun energiyangizni to'g'ri yo'naltirsangiz, yangi imkoniyatlar va barqarorlikka erishishingiz mumkin. Chayon burchi vakillari, bugun sizni kutilmagan voqealar kutmoqda. Sevgi hayotingizda muammolar bo'lishi mumkin. Juftingiz hozir siz bilan bir xil kayfiyatda emas. Uning niyatlarini tushunish qiyin. Shuning uchun sabrli bo'lish va azobni ortiqcha his qilmaslik muhim. Yolg'izlar esa munosabatlarda ehtiyot bo'lishlari kerak. Tashqi ko'rinish aldamchi bo'lishi mumkin. Ishda kuningiz tinch kechadi, lekin professional o'sish uchun nimaga erishmoqchi ekanligingizni aniq belgilashingiz kerak. Hamkasblar bilan yoqimli lahzalar bo'lishi mumkin, lekin ish samaradorligiga xalaqit bermaydi. Moliyaviy jihatdan ehtiyotkor bo'ling. Bugun sabr sizga foyda keltiradi. Hissiyotlarni nazorat qilish, qarorlarni oqilona qabul qilish va salbiy energiyani ortiqcha sarflamaslik muhim bo'ladi. Sog'lig'ingiz yaxshi. Ijobiy do'stlar bilan vaqt o'tkazish tavsiya qilinadi. O'qotar burchi vakillari, bugun o'qotarlar uchun kun ijobiy va faol bo'lishi kutilmoqda. Sevgi hayotingizda kichik to'siqlar bo'lishi mumkin, lekin sabr-toqatingiz va tashabbuskorligingiz ularni yengishga yordam beradi. Agar yolg'iz bo'lsangiz, yangi tanishuvlar va romantik imkoniyatlar yuzaga keladi. Ishda siz loyihalaringizni ilgari surish va mahoratingizni namoyish etish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
Moliyaviy jihatdan ehtiyotkor bo'ling, lekin kutilmagan daromadlar ham bo'lish ehtimoli bor. Sog'lig'ingiz yaxshi. Jismoniy mashqlar sizni yanada rag'batlantiradi. Do'stlar va qarindoshlardan kutilmagan sovg'alar kutish mumkin. Bugun o'zgarishlar uchun ajoyib vaqt bo'ladi. Hayotingizda nimani yaxshilash kerakligini aniqlab oling va imkoniyatlardan foydalaning. Tog' eshkisi burji vakillari. Bugun siz ikki xil energiyani his qilasiz. Biri xavfsizlik va uzoq muddatli rejalar bo'lsa, ikkinchisi esa o'zgarish va yangiliklarga undaydi. Ishda siz loyihalarni oldinga surishingiz mumkin, lekin shoshilmang. Tez qarorlar ba'zan xato keltiradi. Muhabbat bobida bugun biroz sabrli bo'lishingiz kerak. Agar juftingiz bilan kelishmovchilik bo'lsa, darhol qaror qabul qilmay, biroz vaqt kuting. Yolg'izlar esa yangi tanishuv yoki suhbat orqali qiziqarli inson bilan uchrashishi mumkin. Ishda yangi vazifa yoki loyiha boshlash mumkin. Kutilmagan daromad yoki yordam kelish ehtimoli ham bor. Bank yoki moliyaviy hujjatlarni diqqat bilan tekshiring. Bugun salomatlik borasida energiya ancha yaxshi, lekin jismoniy mashqlar va dam olishga vaqt ajrating. Kechqurun biroz piyoda sayr qiling. Bugun umuman shoshilmang. Aql bilan qarorlar qabul qilsangiz va yaqinlaringizni maslahatiga quloq solsangiz, adashmaysiz. Qovg'a burji vakillari. Bugun ertalab uy ishlariga vaqt ajrating. Kiyimlarni tartibga solish va oshxonani tozalash sizni tinchlantiradi. Ish joyida yangi topshiriq keladi. Sizga biror hujjatlarni tayyorlash yoki hisob-kitoblarni tekshirish topshiriladi. Bu sizning diqqat va muloqot qobiliyatingizni sinaydi. Tushdan keyin bir hamkasb sizni qo'llab-quvvatlashi mumkin. U bilan birgalikda ishni tez tugatasiz. Moliyaviy jihatdan kichik xarajatlar kutilmoqda. Masalan, avtomobilingizga yonilg'i yoki uy jihozlariga pul sarflanishi mumkin. Kechqurun do'stingiz sizga qisqa xabar yozadi va sizni kutilmagan yangilik bilan xursand qilishi mumkin. Muhabbat bobida turmush o'rtog'ingiz sizga shirin taom pishirishi mumkin yoki biror kichik sovg'a beradi. Bu kayfiyatingizni ko'taradi. Sog'liq uchun qisqa yurish va oddiy nafas mashqlari foydali bo'ladi. Qisqasi, bugun siz aniq ishlarni bajarib, energiyangizni to'g'ri ishlata olasiz. Bu esa kayfiyatingizni ko'taradi. Bugun sizni ajoyib iliq kun kutmoqda. Baliq burji vakillari. Bugun sizni band va samarali kun kutmoqda. Ish joyida bir nechta vazifani bajarish, tushunmovchiliklarni hal qilish va muhim loyihalarda yordam berish imkoniyati bor. Sizning ijodiy va original g'oyalaringiz ishda e'tiborni tortadi. Ba'zi loyihalarda muvaffaqiyatga erishasiz. Moliyaviy masalalarda ichki qaror qabul qilish zarur. Sarflash va tejash o'rtasida muvozanatni toping. Sevgi hayotingizda esa murakkab vaziyatlar bo'lishi mumkin. Agar munosabatlaringiz bo'lsa, juftingiz bilan qiyin tanlovlar oldida turasiz. Agar yolg'iz bo'lsangiz, yangi imkoniyatlarni ongli ravishda tahlil qilish va o'zingizga nisbatan biroz mehribonroq bo'lish zarur. Oilaviy aloqalar va atrofdagi odamlar bilan munosabatlarga e'tibor bering. Bugun harakat qilganingizda yordam olasiz, lekin qarorlaringizni o'ylab amalga oshiring. Mulohaza va sabr bilan harakat qiling. Kuningiz muvaffaqiyatli va foydali bo'ladi. Har bir burjning yo'li o'z yulduzida yashiringan. Bugun siz uchun osmon shunday xabarlar yubordi. Unutmang, har bir kun yangi imkon. Agar bu bashorat sizga yoqqan bo'lsa, yurakcha bosib, kanalga obuna bo'ling. Taqdir sizga jilmayadi. Bunga ishoning.